Aziz hamqishloqlar, hozir mana biz o'quvchilarni yarmarkaga olib kelamiz, ya'ni kasb tanlash yarmarkasi. Mana bu yerda turli mamlakatlardan kelgan namoyandalar o'z oliy o'quv yurtlarini taklif qilyaptilar. Biz hozir Xurjand shahridagi 20 yillik stadionda biz. Mana bu yerda mana Belorussiya Milliy texnika universiteti, Belorussiya davlat universiteti namoyandalari kelganlar. Mana bu yerda Ivanov davlat energetika universiteti bor ekan, Sibir davlat universiteti meditsina. Yana bu yerda Kabardin-Balkar davlat universiteti. Mana o'quvchilarimiz kelishdi. Mana bu yerda fizika, matematika va raqamli va nanotexnologiya instituti, Boshqirdiston davlat universiteti ekan. Mana bu yerda universitet Aerokosmik kollej, harbiy universitet, mana vakillar o'zlarini o'quv yurtlarini peşnahod qilyapti. Mana bu yerda Safu Arxangelsk shahrida joylashgan universitet ekan. Severniy Arktika federal universiteti, Shimoliy Arktika federal universiteti. Mana bu yerda mana Mari davlat universiteti Yoshlar ollada joylashgan ekan. Aksariyati bular Rossiya mamlakatida joylashgan universitetlar. Shimoliy Kavkaz federal universiteti. Mana universitetlar o'zlarini faoliyatlari bilan bizni tanishtiryaptilar, peşnahod qilyaptilar. Mana bu yerda xalqaro dasturlash markazi, davlat muassasasi bor ekan. Mana bular ham o'z ixtisoslarini bizga taklif qilyaptilar. Va biz davom etamiz. Mana bu yerda Moskva Politexnika universiteti, Voronezh davlat texnika universiteti, Rossiya texnologiya universiteti bor ekan. Mana bu yerda Kamerovskiy Gossarskiy universiteti degan, ya'ni Kamerovo davlat universiteti bakalavriat chiqarar ekan, injener texnologiya. Mana bu yerda Krasnoyarskda mana keyin abituriyentlar o'z almashtiryapti. Mana bu yerda Tomsk arxitektura qurilish universiteti, Nijniy Novgorod davlat pedagogika universiteti, Tolyatti davlat universiteti. Bu yerda esa xalqaro universitet desa kerak, adashmasam. Xalqaro universitet. Demak, Avstraliya bilan birgalikda hamkorlikdagi universitet mana. Mana bu yerda bu ham universitet. Oxford universiteti o'zlarini vakillari bilan birga universitet namoyish qilyapti mana. Britaniyada bo'lar ekan o'qish yo'li. Mana shunday katta o'zgarishlar, hurmatli hamqishloqlar. O'quvchilar bilan hozir aylanyapmiz. Qaysi ixtisosni tanlash bilmaydi. Biz ixtisos turdik. Mana bu yerda akademik programmamiz yozilgan. Endi bu ingliz tili o'qituvchilaridan so'raymizda qanaqa universitet ekanligini. Mana hurmatli hamqishloqlar, farzandlarimizni tarbiyasiga e'tiborni alohida beraylik. Mana bu yerda mana Madina Islamic University of Madina Islom universiteti
Saudiya Arabistonida joylashgan O'zbekiston universiteti. Mana qaranglar, shuncha yil demokratik davlat yashayapti. Sharoitlar tayyorlab qo'yilgan. Faqat bizdan uni talab qiladigan narsa o'qish. Mana bu yerda Malayziya davlatining o'quvchilari mana bu yerda mana Malayziya davlati o'z ixtisoslarini tadqiq qildi. Mana bu yerda mana Donishgoh Koreya, Donishgoh Xitoy, Xitoy va Koreya o'quvchilari. Mana qaranglar. Rossiyaning bir nechta oliy o'quvchilari. Mana bu yerda Qozog'iston Akademiya Гражданской aviatsiya. Граждан aviatsiyasi akademiyasi. Mana shunday oliy o'quvchilari o'zlarini sharoitlarini bizga tavsiya qiladi. Mana bu yerda Oltoy davlat universiteti Barnaulda joylashgan. Marhamat, hurmatli ota-onalar, hamqishloqlar, farzandlarimiz o'qishiga alohida e'tibor beraylik. Ularning kelajagi uchun imkoniyatlar yaratib beraylik. Xudo xolisa bizdan yaxshi o'qimishli, komil insonlar yetib chiqadi.